Doston aka, tabriklaymiz. Ancha bo'lganda to'liq jang o'tkazmaganingizga va raqibingizga kecha va'da bergandingiz, ikkinchi raundda yakunlayman deb. Nima xalaqit berdi jangni vaqtliroq tugatishingiz uchun? Avvalambor assalomu alaykum. Ikkinchi raund harakat qildim. Ko'rgan bo'lsangiz, Dabevani qilgani. Qarasam u xitrlik qilyapti. Teyapti ular, lekin unaqa uxlab qoladigan darajada bas edi. O'shaning uchun kuchimni hammasini berib yubormadim. O'shuning uchun dasturlash bo'lmadi, lekin sopernikimga молодец, kuchli bola ekan. Men o'ylaganimdan ancha kuchli ekan. O'shaning uchun qarasam endi agar ikkinchi raundni hammasini tugataman deb bor kuchimni ishlatib olganimda, uchinchi raund boshqacha kechgan bo'lardi. O'shaning uchun aqlimizni ishlatgan holda hammasini plan bo'yicha qildik. Uchinchi raund yakunlanayotganda qo'lingizni tortib qoldi. Ozgina qoldi tushishiga. Aqlli priyom qilib chiqib ketdingiz. Qo'limni tortdi, lekin yaxshi tortdi. Qo'lim hozir og'riyapti, bilmayman hozir sovigandan keyin qanaqa holatga tushadi, lekin qarsillagan ovoz chiqdi. Mangu ligasida jang qilish yoqdimi sizga? Albatta, o'zimizda yurtimizda, Toshkentda jang qilganimiz juda ham yaxshi, chunki yaqinlarimiz keladi, ota-onamiz Beshariqdan Pashta zalda yarmi kelgan Beshariqqa. Ulardan Alloh rozi bersin. Va'da qilganman. Beshariqimiz ozgina kichkina joy, lekin butun dunyoga Beshariqimizni, vatanimizni O'zbekistonda tanitaman deb va'da berganman, Xudo xolasa. Kurashingizni kuchliligini hamma biladi, lekin sizni stoykada jang qilishingizni ham xohlashardi va bugun menimcha o'ylayman, stoykada ham o'zingizni isbotlay oldingiz. Menimcha ham stoykada ko'proq urishdim deb hisoblayman. 3-raunddan urishmoqchi edim, qarasam уже tugatishim kerak edi. Men parterga tushib tugatmoqchi edim, lekin sopernik umniy ekan. Молодец unga.